chiqayotgan sifatsiz ana shular bor. Nimaga bizda ana shu bir yilda to'ladi? Da, suv Manaki 10 yil bo'ldi ishda. Hammasi har xil. Lekin manaki Italiya. buni kichkina variantimiz bor. Onlayn model bor. Mana mana bu katta variant ko'rayotganimizda kichkina, ya'ni oddiy kuchani shkafda tekis Asli joyda 5 yilda olsa ishlamaydi. Mana bir yilda olsa 2 paqir dash qo'yadi. Mana mana shu kichkina menyu. Buni ham ichiga aynan shuni ochib o'tga to'ldiradi. Oyga kashflar qilayotgan mana bu. Va ichida mana shu kallasi bo'ladi. Nastroykasida esa uchta to'rtta narsani nastroyka qilishimiz kerak. Birinchidan suvisi jostkasini belgilab qo'yamiz. Manda suvni jostkasi 6, 7 yoki 8 o'shanga qarab u sizga suv beradi. Chunki счетчиgi bor. Masalan, suvini qattiqligi shuncha ekan, masalan, 2,5 tonna suv bera olasiz. Har 2,5 tonnada o'zini o'zi yuvadi. Yani nastroykasiga faqat belgilab qo'ysangiz o'zi cho'miladi, necha litr suv berish. Keyin счетчиgi bor, litrini ko'rsatib turadi, qancha litr qoldi, qancha litr ishladi. Suvni tekshirish analiz bo'lgandan keyin suv qattiqligi beriladi. O'zi yuvadi, avtomatik suv o'zi yuvadi, faqat suv. Mana shu ichida ko'rayotganingizdek 12 atmosfergacha degan kaloriya bo'ladi. Obyoqiga esa tuz soladi. Mana buni aqllat yurtini oqlashingiz. Buni nimaga qo'ygan? Mana bu sakrab yurmasligi uchun, transportirovka paytida uchun. Bunda ham juda oson kirdi chiqdi kanalizatsiyaga mana shu yerda ishlaydi. Hech qanaqa joyi. Nastroykasida pastdagi berilib, agar qanaqadir vaziyatda bir qiynalib kelgan bu o'ziga o'zi tuz solganingizdan keyin bu ham so'radi tuzdan, ya'ni rastvor ham o'zi suv beradi, rastvor qilish uchun. Har berganda ertaga 3-4 litr suv beradi. Lekin nimadir bo'ldi, ichida poplovok bor, poplovokning ham to'xtash anaqasi bor, funksiyasi to'lib ketsa to'xtab qoladi. Lekin nimadir bo'ldi, u ham ishlamadi. Har masalan 5-6 kunda bu 3 litr to'ldiradi. Shuni oladi, ya'ni 3 litr to'ldiradi, shuni oladi. Mana shunaqa bo'lib qoldiki, siz e'tiborsiz qoldingiz. Bu 3 litr to'ldirdi, keyin esa bahonaman yana 3 litr. Bu sizga birinchidan seziladi, suvda sразу sezasiz. Bu narsani ko'rish uchun tushasiz. Lekin shunday ham tushmasangiz ham suv 3 litr to'kib turadi. Bochkalar signalkasini va shu yerdan aynan suv chiqib ketishi mumkin. Lekin suvni постоянно to'ldirib toshirib yuboradi. Yani 3-4 litr suv berib turadi, shu 3-4 kundan keyin chayvotganlar bo'ladi. Buni necha litr berishini hozir shu yozilgan. Bu 1,7 berarkan, 1,7 kub bo'lgani, 1,7 kub o'tkazuvchanligi bo'lgani bemalol 3 ta samozyotni ura olamiz. Bitta navastroy, benzin navastroy bo'ladi. Bunda bitta kufne, ikkita samozyot qo'yadi. Bu variantimiz 4 ta 5 ta samozyot. 600-700 kvadrat uchastkada birinchi mana shu variant. Nimaga shu variant zo'r desangiz, oldida filtr bo'ladi. Bu filtr ham o'zini chayadi. Ya'ni mana shu tishlamani qo'yayotgan birinchi qum boshqasi o'zini o'zi yuvadi. Buni kelib siz yuvib tozalab chiqarishingiz shart emas. Har bir marta 3-4 kun o'zini o'zi generatsiya qilayotgan holda birinchi bu mashina o'zini o'zi teskari yuvadi. Kanalizatsiyaga tashlaydi. Da bu 3 xil model nimaga 3 xil qo'yganmiz? Birinchisi universalniy. O'zi hammasi universalniy, lekin birinchisini biz qanaqa qilamiz? Tiniqroq suv kelayotgan joyda tozaroq, tiniqroq. Lekin jo'zkiroq beradi. Suv tiniqligi bo'lmish. Bunda biz birinchi buni qo'yamiz va bundan keyin 1/20 standart degan ishlar mashina quradi. Poligrafga bitta o'qib qo'shimchasi qo'yadi. Bundan keyin yoki mana variantimiz bor. Buni ichida ikkita aktivlashtirilgan katta kokos ko'miri o'sha ichida joylashtirilgan. Mana mashina. Bundan biz oldin kichkina bitta polipropilen qo'yamiz yoki agar suvni tiniqligi sal loyqaroq bo'lsa birinchi polipropilen, keyin o'sha makaron qo'yamiz. Bundan keyin o'sha o'zida ko'miri bor.